Yigit qansiragancha zinapoylaridan chiqdi. Ahvoli qo'rqinchli tushga o'xshaydi. Qayerga borsa, o'sha keksa ayol oldidan chiqaveradi. Nimadir so'ramoqchi bo'lsa, javob bermasdan oldin qo'llarini yigitning ko'ksiga qo'yib, "O'g'lim, o'g'lim" deya yig'laydi. Bu holat metroda, ovqatlanayotganida, tamaddixonada, hatto universitet oldida ham ro'y berdi. Ayol meni o'g'liga o'xshatyapti deb o'zini ishontirgan bo'ldi. Ehtimol o'g'li yo'qolib qolgandir. Balki bexayr, noqobil farzand chiqqandir, deya ko'nglidan kechirdi. Agar yana ayolni uchratadigan bo'lsa, mehribonroq, rahimliroq munosabatda bo'lishim kerak, deya o'ziga o'zi so'z berdi. Yaxshi muomala qilishga qilardi-yu, ayol uning oldidan chiqqanida yig'layverib, tili so'zga kelishmasdi. Betob bo'lgani uchun shifokorlar ruhiy ziqlikdan saqlanishi darkorligini ta'kidlagan edi. Har qancha diqqatbazlikdan uzoq turishga harakat qilsa ham, bu holat yigitni butunlay xavotirga qo'ya boshladi. Ko'cha-ko'yda uchratganida uni quchib olib, tinimsiz yig'laydigan o'sha keksa ayol endi tushlariga ham kiradigan bo'ldi. Qaysi kuni sohilda choy ichib, smit yeb o'tirgandi, yana o'sha ayol yonginasida paydo bo'ldi. Xatti-harakatlari har doimgidek g'alati edi. Yana qo'lini yigitning yuragi ustiga qo'yib, ho'ngragancha yig'lay boshladi. Yigit ortiq chidab turolmadi va ayolning qo'lini tutib, "Nima qilyapsiz, xolajon? Qayerga borsam oldimdan chiqasiz. Faqat ko'ksimga qo'lingizni qo'yasiz. Maqsadingiz nima o'zi?" deya o'zini boshqara olmay, asabiy holatda ketma-ket savollar bera boshladi. Keksa ayolning ko'zlaridan selob oqqan yoshlar yuzini yuva boshladi. Birinchi bor yigitga gapirish uchun og'iz juftladi. "Men sening qalbingni yaxshi ko'raman, bolam. O'tinaman. Mendan jahling chiqmasin. Yuraging tepishini eshitayin. O'tgan yili jarrohlik amaliyotini boshdan kechirding. Senga mening o'g'limning yuragini ko'chirib o'tkazishdi. Yuragingni yaxshi ko'raman, bolam. Yana biroz eshitayin. Bu dunyoda senga qoldirilgan va farzandimdan ortda qolgan yagona tirik narsa sening yuraging, o'g'lim."